Assalomu alaykum. Yaxshimisizlar, charchamayapsizlar, bormisizlar, omonmisizlar. Yana bitta ustunovka joylar kelganmiz. Xonani o'zidan sizlarga ko'rsatamiz, proyektchani. Uyni egalari ukajon mana shu xonaga shu sig'ish kerak deyishdi. Hisob-kitob bilan oldik, xudo xolasa sig'adigan bo'ldi. Endi qarang nima bo'ladi. Bugungi manzilimiz Jizzax viloyati G'allarol tumani Solin Isoq akami xonadonida, xudo xolasa mehmondamiz bugun. Onlayn zakaz qilishgan bo'laram. Spalniyni bosh yoqqa qaraydi. Bu tarafida shkaf turadi, tosh oynasini xohlasin bu betga qo'ysin, xohlasin bu betga qo'ysin. Mana bu yerda dushovoy kabinkamizga kirib ketadigan joy bor ekan. Nasib bo'lsa qo'limizdan kelgancha, aqlimiz yetgancha terib berishga harakat qilamiz. Qolganini sizlar kuzatib borishlaringni so'rab qolamiz, xudo xolasa. Bitgandan keyin vaqtlar olmagan holatda bitgandan keyin shunday xudo xolasa qo'yib beramiz. Lekin yo'lda kelyapmiz, manzara вообще bomba ekan. Xudo xolasa ketdik, biz bu yerdan boshladik ishni. Bo'ldi aka, xudo xolasa. Xo'p, akalar mana tugatdik nasib bo'lsa ustunovka jarayonlarini aytib o'tganimizdek, bugungi manzilimiz G'allarol viloyati Solin shunaqami aka? Oxunboboyev ha? Solin Oxunboboyevda. Solindan ozroqroq o'tgan ekan akalar. Boya men Solin dedim. Xo'p, qaranglar, xonaga tushganini boya sizlarga bir ko'rsatdik. Mana shunday holatda qildik. Mana bu shkafni iqqa qo'ymoqchi bo'ldik, keyin bu yerga qaytardik. Sababi sizlarga tushuntirib o'tmoqchiman. Tumbichkasi sig'may qoladi. Mana bu yerga tumbichkasini qo'ygandan foydasi yo'q. Undan ko'ra mana bu yerda turib, erda foydasi tegan ma'qul deb hisobladik. Ya'ni uy egalarining o'zi bilan. Mebelda obzorga o'tamiz. Xonamiz remont bo'lgan, ajoyib qilib aboylarni qilibdi akam. Ana endi sizga bu yerni ko'rsatamiz. Gilamlar to'shilsa bo'ldi. Shkafi razmeri uzunasiga 240, balandligiga 215, 217 bo'ladi, plus minus 1-2 sm. Kimga shunaqa zakazga kerak bo'lsa, bemalol aloqa qilish qo'yasizlar. Jizzax kasalligiga Samarqandgacha dastur ustunovkasini mutlaqo bepul qilib beramiz. Mebel 100% laminatdan bo'ladi, ichlari 55 sm. Pastida bitta polka, yuqorisida bitta polka, vishelkamiz bo'ladi. Mana bu tremosni o'tadigan sulchiga обязательно bo'ladi. Oshiq-moshlarni ko'ring, ya'ni rolikli bo'ladi bu. Mana bu yerda poloskan oyna bo'ladi. Mana bular artilmagan akalar, to'g'risi biz artishga ozroqona vaqtimizni qizg'anamiz. Shuning uchun rozi bo'lasizlar. Xo'p, o'rtasi kiyim taxlashga bo'ladi mana sizga. Ishlari ana bu yerda bitta nasib bo'lsa sevchasini ham qilib berganmiz. Telefon qilib sevchasi ham bor edi ukajon deb bir eslatib qo'yishingiz, xudo xolasa yaxshi bo'lardi eslatib qo'ysalaring. Ana sizga ichlari. Bu taraf uzun kiyimlarga, ya'ni kiyov taraf desak ham bo'lardi behujrat. Tumbichkasini bittasiga ichkariga tiqib yubordik. Bemalol unisini xohlagan vaqtda olib qo'yishaveradi. Ikkinchisi u tarafda. Tumbichkasini ham qarang, mana tumbichkasini olib yaqinlashtirib qo'yaman. 1 minut. Texnik nosozliklar uzr. Mana tumbichkasini qo'ydim. Tumbichkasi ham spalniyasidan anchagina baland bo'lib turdi. Yonlari 40 sm bo'ladi spalniyasini. Mana tumbichkasini ichini so'raganlarga, oshim-moshini hammasini mana shunaqa vakuumli variantdan yaxshisidan qo'yib beramiz. Arzoniga aldanib qolmanglar. Xo'p, nimasini ko'rsataman sizga? Spalniyasini ko'rsataman. Spalniyasi uzunasiga 210 ga 170 bo'ladi. Yonlari yerga tegib turadi. Mana bu bosh tomoni bo'ladi. Bosh tomoni ham rosa yaxshilangan. Agar mabodo yo ukam menga sal zamonaviyroq bo'lsin yoki-da bu ham endi zamonaviy high-tech yo menga o'zim tanlagan fasonim bor, o'shandan qilib ber deydigan bo'lsangiz, o'shandan qilib beramiz. Muammosi yo'q. Mana ichida lentasi bor. Bilasizlar buni. Bu kumush rang bo'ladi lentamiz. Tilla rangi bo'ladi, kumush rangi bo'ladi. Endi xohlaganingizdan qilib beramiz, muammosi yo'q. Spalniyasi standart 210 ga 170 bo'ladi. Mashalgali variant degani mana shu bo'ladi. Mana tremos. Tremos uzunasiga 145 la chiqadi. Plus minus bo'ladi. Balandligiga 165, 170. Bu tarafda 3 ta polka, mana ko'rdingizmi? Galanteriya tanlash uchun. Bu taraf mana oynamiz, oynalar ziy charxlangan bo'ladi. Ana artganda qo'lingiz kesib ketmaydigan variantidan. Bu tarafda tortmachalar, eshikchalar mana ichkarida polkalar bilan, bu ham oshiq-moshig vakuumdan. Ikkalasini ham xuddi shunaqa bo'ladi. Endi tortmamiz mana bitta tortma. Endi mana bu tortmasini qarang. Mana bu sekretning sizga sevchasi bor mana. Ko'rdingizmi? Dokumentdan sizlarga yashirib qo'yishga rosa zo'r narsa, hech kim bilmaydi. Ana shunday holatda ishlatib olasizlar. Xo'sh, kimga shunaqa xizmatlar kerak bo'lsa, bemalol bizga aloqa qilib qolasizlar. Jizzax kasalligiga Samarqandgacha dastavka ustunovkasini mutlaqo bepul qilib beramiz. Xo'p, mebelni narxini so'raydiganlar bo'lsa, 5 million 800 mingga mana shunday holatda olib borib o'rnatib beramiz. Puldan yana kelishgan joyi bo'ladi, xudo xolasa. Jizzaxdan 150 kilometrgacha dastavka ustunovkasi bepul, qolgan joylarga bo'ladigan bo'lsa, kelishilgan holatda qilib beriladi, xudo xolasa. Nomerimiz qoldirganmiz, bemalol aloqa qilib qolasizlar. Onlayn zakaz qilsalaring ham bo'ladi, behijolat ana yo'lga raqib kelib, radarga tushib boshqa narsa o'tmaysiz. Akam shuni telefon qildi, Samarqanddan uka, uyim Shehda G'allarolda olib borib berasanmi? Buldaka olib borib beramiz. 200 ming, 300 ming zakat berdilar, qolganini mana olib kelib, xudo xolasa bitqizib ketyapmiz. Kimga xizmatlarimiz kerak bo'lsa, nomerlar qoldirilgan, aloqa qilib qolasizlar. Tamom.